Bugun oilaviy, arzon, ixcham Kia Carens modeli haqida to'liqroq obzor qildik. Xo'p, bizni kuzatishda davom etib, obuna bo'lishni unutmang. Kia Carens bu birinchi paysasi. Bularda hozirgi kunda 3 ta paysa bor. Birinchi paysalarda, xo'p, hammasida deyarli 1,5 atmosferli motor bo'ladi. Eng fullida esa 1,5 turbina motor bo'ladi. Bu birinchi paysaligi uchun 1,5 atmosferni sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz. 1,5 atmosferli motor 115 ta ot kuchiga ega. Rasxodi 100 ga 6,2 litr edi. Shahar ichiga 7 tagacha boradi. Dalniga 4,5 litr edi. Benzin tanlamaydi. Metan, propan bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, faralari ko'rishingiz mumkin. Xo'p, sariq yonadi faralari. Bundan yuqori paysalarda hozir oldi parktronik datchiklari bor. Bunda oldi parktronik datchiklari yo'q. Fara, tumanka, hamma qulayliklari, funksiyalari bor. Keling, sizlarga ichlarini obzor qilib beraman. Ichki ko'rinishi ko'rishingiz mumkin. Bunda ham bemalol joylashib o'tirsangiz, misol uchun moslashib o'tirsangiz bo'ladi. Yana oldinroq ham o'tirsangiz bo'ladi. Mana eng qulayi. Xo'p, monitor, funksiya hammasi bor. Hozir bularni ham funksiyalarini ham tushuntirib o'taman. Keling, orqadagi mestalarni sizlarga ko'rsatib boraman. Bu 6 kishilik bo'ladi. 5 kishilik, 4 kishilik bo'lmaydi. Xo'p, kapitan sidina ko'rishingiz mumkin. Kapitan sidina bemalol hop joylashib oldim. Bu tomon ham o'zini alohida konditsionerlari va Type-C zirachli joylari bo'ladi konditsionerlarni. Bu tomonda o'zidan tepadan bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, qulay, ancha yaxshi, sifatli materiallar ishlangan. Ko'jalari ham yondagi apchifkalari ham chizilib qolay degani emas. Bu tomonda sidinani o'zini yotqizsam, mana aka avtomatik orqaga yo'l ochiladi. Xo'p, bunisiga ham oltib mana aka o'tib oldik. Orqada ham o'zida podstakanliklari, zarachli joylari bor va ko'rishingiz mumkin konditsioner podsvetkalari mavjud. Va yuring, orqasini ham ko'rsatib o'tamiz. Orqa ko'rinishi juda chiroyli, dizayn ishlangan, parktronik datchiklari, orqa kameralari va ruchnoy ko'tariladi bu paysalarda. Qilib sidinani yotqizsangiz ham bo'ladi. Sidinani yotqizsangiz, sizga yana katta bagaj bo'ladi. Bu tomon bu sidina ham avtomatik yotadi, tekis bo'ladi. Katta sizga spalni bo'ladi. Endi hop, tog'larga, oilaviy borib dam olishga zo'rda. Keling. Kirishimiz bilan avtomatik katta multirullari o'zida mavjud. Hop, bu paysalarda ko'rishingiz mumkin, kalt bo'ladi. Qolgan yuqori paysalarda start stop bo'ladi. Bunday ham ochib, yopib funksiyalarini bajarsangiz bo'ladi. Va monitorlarni sizlarga ko'rsataman. Monitorlari multirul, cruise control, climate controllar mavjud. Nechta rasxod qilyapti, qayerdan qayergacha benzin sarflayapti, hammasini bunda ham tabloni o'zidan ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol va monitor, orqa kameralari ham mana ko'rishingiz mumkin. Orqa kamera bilan parktronik datchiklari ham mavjud. 8 dyuymli monitorlari bor o'zida, podstakanliklarning tomonda yaxlatgichlari bor o'zida, alohida ko'rishingiz mumkin. Konditsionerni boshqarsangiz bo'ladi. Bu tomonda davleniyni ko'tarasiz, pasaytirasiz. Funksiyalari juda ko'p. Buni ham siz foizsiz, avtokreditga, naqdga, rassrochkaga bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Rassrochkalarni sizga tushuntirib o'taman qisqa qilib. 30% to'lov bilan 15 oy, 50% to'lov bilan 18 oy 24 oygacha qilib beramiz. 60% to'lov bilan esa salkam 30 oygacha foizsiz bo'lib turishga olsangiz bo'ladi. Boya balon razmerini aytish esdan chiqib, mana balon razmeri ko'rishingiz mumkin. 16 lik razmerda yumshoq balon bo'ladi. Benzin tanlamaydi, kam xarajat, bemalol kelib Denoki avtosalonimizga foizsiz bo'lib to'lashga, kreditga bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. O'zingizning mashinangiz bo'lsa, minib yurgan mashinangiz bo'lsa, uni ham olib keling. Mashinangiz biz baholab olib qolib, o'rniga sizga yangi mashina qilib beramiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Yana qaysi modelni to'liq obzorini ko'rmoqchisiz? Kommentariyada yozib qoldiring.